Tasavvur qiling, siz o'zingizni turmush o'rtog'ingizni uni любовницasi bilan videoda ko'rib qoldingiz. Любовница o'zbekchada nima deylardi? Unisini bilmadim. Menimcha bunaqa videolar ko'rgansizlar. Odamlarni fotograflar videoga olishadi, rasmga olishadi va ular qanaqa qilib ketishayotganini, ularning kiyimlarini ko'rsatib rasmga olishadi va internetga qo'yishadi. Shunaqa videolardan bittasi bir kun kechqurun Pekin ko'chalarida ro'y berdi. Unda bir yosh qiz pushti ko'ylakda ko'chada yurgandi va uning yonida bitta qariroq, yoshi kattaroq erkak bor edi. Va ikkalasi qo'l ushlashib ketishayotgandi. Bu videoni ko'rgan odam bular точно er-xotin emas deb o'ylashadi va haqiqatan ham ularni videoga olgan fotograf bu videoni internetga joylaydi va internetda bu videoni ko'rgan hamma odamlar muhokama qilib boshlaydi. Ularning o'rtasida sevgi borga o'xshamaydi deb. Haqiqatan ham shunaqa edi. Bu erkakning oti Hu Jian, u Pekinda neft kompaniyasining boshlig'i edi va uning yonidagi uni sekretari edi. Va Hu Jianning kompaniyasida uni xotini, ya'ni ayoli ham ishlardi. Shundan so'ng bu video butun internetga tarqalib ketgandan keyin gendirektor Hu Jian boyagi fotografni topadi va bu videoni o'chirib tashlashni aytadi. Lekin afsuski internetga qo'ygan videoingiz hech qachon u yerdan o'chirilmaydi. Fotograf bu videoni o'chirgan bo'lsa ham, bu video butun tarmoqlarda aylana boshlaydi va videoni ko'rgan odamlar bu o'sha gendirektor Hu Jianligini va uni sekretarligini bilishadi. Hu Jianning kompaniyasiga aksionerlar uni ishdan chetlashtiradi, qizni esa ishdan bo'shatishadi. Aniqlanishi bo'yicha esa gendirektor Hu Jian bilan sekretarning orasida 26 yosh farqi bor ekan. Sekretar qiz esa kollej bitirgandan keyin o'sha kompaniyaga joylashgan ekan. Lekin eng shubhalisi shuki, u kompaniyaga qiz ishga kelgandan so'ng uni internet tarmoqlarida va butun sahifalarda qimmat-qimmat brendaviy kiyimlar, podarkalar, mashinalar paydo bo'lgan ekan va ular 1 yildan beri uchrashib yurgan ekan. Hu Jian bu narsalarga dosh bera olmasdan, hammasi unaqa emasdi. Bizdan faqat fotograf iltimos qilgandi o'sha kuni, qo'l ushlashib video olishimizni, bizlar komandirovkada edik deb aytadi. Lekin bunga hech kim ishonmaydi. Lekin bilasizmi nima? O'sha ko'chadagi fotograflar har bitta odamni videoga, rasmga olgandan so'ng olgan rasmlarni va videolarni ularni roziligisiz qo'ymas ekan. Va hammaning aytishi bo'yicha buni o'sha sekretar qiz uyushtirgan, ya'ni o'sha sekretar qiz o'zining gendirektorini o'sha ko'chaga borib, qo'l ishlashib, videoga olib, uni internetga qo'ygizgan degan gaplar ham bor. Va eng kulgilisi bilasizmi nima? Bu videodan keyin o'sha kuni qiz kiygan ko'ylak sotilib boshlaydi. Bir kechaning o'zida o'sha qiz olgan magazindan shunaqa ko'ylak 1000 ta sotilgan ekan, ertasi kuni esa 2000 ta. Agar sizga shunaqa hayotdan ilgariyli voqealar, Koreya va Xitoy eng sara dramalar yoqsa, meni Instagram va YouTube kanalimga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan Dilbar.